Ichki ishlar vazirligi tizimlariga ishga kirish. Bu savolni bilmayman, juda ham ko'pchilik beradi. Aka, qanaqa ishga kirsam bo'ladi nima? Endi sizlarga men bitta aniq gapim bor. Boshqa sohani bitirib, ichki ishlar vazirligi tizimi sohasiga ishga kirmoqchi bo'lganlar, sizlarga ikkita muhim maslahatim bor. Birinchisi, to'g'ridan to'g'ri ishga kirish masalasi bo'yicha. Bu masalani ko'pchilik maslahat bermayman. Nimaga? Chunki ko'tarilishingiz oson ham qiyin bo'ladi. Sizlarga masalan tavsiyalarim, agar rostdan kelajakda o'zingiz shu sohada ishlamoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda harbiy akademik litseylarda o'qishingiz kerak. Ikkinchidan, ichki ishlar akademiyasining o'zida. Agar mayli unga kira olmadingiz, o'qiy olmadingiz, oliy ma'lumotli bo'lganingizdan keyin siz albatta maxsus, ya'ni misol uchun 5 oylik o'qishlari bor. Shuni bitirib turib, keyin shu sohaga ishga kiring. Sababi ko'tarilish sal tezroq, o'zingizga nima deydi, ishni boshlashingizdan sal tezroq bo'ladi. Agar sizga shu 5 oylik o'qish haqida ko'proq ma'lumotlar kerak bo'lsa, ularning imtihon jarayonlari 1 yilda 2 marta bo'ladi. Agar sizga imtihon nizomlari yoki qabul jarayonlari, imtihon farqi haqida batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.